Yaxshiyam O'zbekistondamizda, boshqa bir mamlakatda bo'lganimizda, boshqa bir chet el fuqarosi bizga qarab mana shu gaplarni aytganda, biz tushunishimiz mumkin edi. Uni mamlakatida biz yoqmayapmiz degan ma'noda. Lekin hozir ijtimoiy tarmoqda mening ko'zimga tushib qoldi. Bir o'zidan bir toshkentlikni yasab olgan bittasi navoiylik akamizga qarab turib, ayollarni oldida yana. Ayollarni oldida "Sen g'arbsan, sen indissan, sen qishloqisan" degan haqoratomuz so'zlar bilan murojaat qilyapti. Assalomu alaykum. Men ham g'arbga o'xshaymanmi? Men ham indismanmi shunda? Barcha viloyatliklar shunaqami? Un naslida. Lekin Navoiyni erishayotgan yutuqlari haqida gapiradigan bo'lsam, o'zi yutuqlari haqida ham gapirish ham kerakmas. Chunki Navoiy qanaqa yutuqlarga erishib kelayotganligini hamma yaxshi biladi. Eng yetakchi davlatlardan, eng yetakchi davlatlar o'rtasida yuqori o'rinlarda turadi oltin kovlash bo'yicha. Navoiy prosta Navoiy. Umuman Navoiy emas, umuman boshqa viloyatliklar ham o'z o'rniga ega. Viloyatliklar Toshkentda qanchalik muhim ahamiyatga ega. Mana shu narsani izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring va tez oralarda bundan keyingi chiqayotgan videolarimizni sifat darajasini yaxshilagan holatda sizni e'tiboringizga havola qilishga harakat qilaman. Obuna bo'lishni unutmang.